Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kaizo Sapphire 5 ni 6-qismiga xush kelibsizlar. O'tgan qismda biz uy qurish uchun mana bunaqangi cho'tki joy topgandik. Bu qismda o'sha uyni quramiz. Men hashtiga aytdim, men bu yerga birozgina tekstladim. Xullas keling, mana shu yerda uy bo'ladi. Направлениясini faqat yo'nalishini mana bu tomonga qarab ko'rsak yaxshiroq bo'ladi, chunki u tomonda suv bor, hech narsa yo'q. Xo'p, azizlar, plus men bu o'yinimizga ikkita yangi mod qo'shdim. Obunachilarim juda ham ko'p izohlarda yozgan. Just zoom qaranglar. Voy dod. Juda ham zo'r bu. Nimalarni o'chirib qo'yganman hozircha. Xo'p, just zoom modi qaranglar. Prosta nereal darajada yaqinlashtirar ekan va ikkinchisi juda ham ko'pchilik yozdi. Jetpack, ya'ni Iranes hozir ko'ramiz. Iron jetpack. Oppa, qaranglar. Wow. Bu kreativnisi tushunishim bo'yicha juda ham oson quriladi. Adashmasam hozir ko'ramiz. Bizga eng oddiysi kerak, u ham bo'lsa copper. Yo'q, shoshmanglar. Copper, bronza, silver, gold, diamond. Mana shu ko'p kerak. Taxta bor ekan bu yerda. Taxtali Iranes azizlar. Okay, buni yasashimiz kerak. Обязательно, lekin birinchi navbatda albatta xastiga material keltiramiz. Uy qurishi uchun kalsitdan uy qurar ekan, oq g'ishtdan, plus qora dipslaytdan qurar ekan. Mayli. Xo'p, kelinglarda birozgina kirka olamiz va resurs topishni boshlaymiz. Birozgina men bu yerda sunduqlarni qo'yganman. Ishlatib oldim. Xo'p, ovqat olishimiz kerak. Birinchi navbatda ovqatimiz olmani olamizmi? Olma olsa yaxshi bo'ladi. Yo'q, shoshmanglar. Bizda non bo'lishi kerak. Qaysidir papkamda non bo'lishi kerak, как minimum. Men buni olib ketamiz o'zimiz bilan. Bu yerda yana bor. Bo'ldi. Kartoshkani olib ketsak bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa azizlar, tik. Kirka olmoqchi edimda, kirka ham yo'q ekan, palakat. Mayli, kelinglarda birinchi navbatda prosta yer kovlashni boshlaymiz. Sal nariroqdan kovlayman, chunki meni territoriyam buzilmasin. Mana bu tomonda oddiy biom boshlangan. Yo'q, oddiy emas, kuz biom boshlangan. Bratanim bor ekanlar. Okajon, tushunmadim. Hozir kim qochyapti shu yerda? U qochyaptimi yoki menmi? Turishi chota menga yoqmayapti. Bularni bittasini Erik Jones borman. Erik Jones erkin o'zini videosida mag'lub etgan, men ko'rdim, lekin zo'r ekan. U o'ldirilgandan keyin o'zini bayrog'ini berar ekan. Tik, tomonga chiqib qolamiz. Bu yerda hech qanday xavf-xatar yo'q degan umiddaman. Lava bor ekan. Okay. Normalniy. Men bu supni ham ichib olsa agar, menimcha shifo bo'ladi. Let's go. Night vision berdi. Afsuski, buni effekti 5 sekund, 6 sekundlik. Aytgancha azizlar, men bitta yangi video olyapman. O'sha yerda Minecraftning hamma narsalar 10 martaga ko'paygan. Qarasam, mana bunaqangi suplarning effekti ham 10 martaga ko'paygan ekan. Mayli. Mana shu cho'tki menga yoqdi. Xo'p, pastga tushamiz. Fakel kerak menga. Birinchi navbatda keladi, birozgina taxt olamiz. Hatto bu yerda dynamic lights yo'q. Uni ham qo'shishimiz kerak. Bilmadim u bo'ladimi yoki yo'qmi, chunki bu yerda Optifine'ni o'zi yo'q. Shaderlarni iris bilan qo'ygan, adashmasam. Hozir ko'ramiz shaderlarni. Tak. Mana bu yerda Octopusda iris bilan qo'ygan. Octopus bu irisni addonchasi. Xo'p, birozgina taxt olamiz. Balkim craft qilarman, balkim fakel yasarman. Asosiysi birozgina menga taxta kerak xolos. Crafting table va cho'plar. Bo'ldi. Normal. Ana endi konga kirib ketsak bo'ladi. Umid qilamanki, men bu yerda ko'mir topaman. Birinchi navbatda o'zimga ko'mir kerak. Oppa, bu kommas ekan, prosta tak приrodный karman ekan. Oppa, bu kirkada smelting bor ekan. Endi sezdim, qaranglar, rudalarni olyapman, chisti temir o'zini beryapti, bu yerda qo'rg'oshin beryapti, o'sma beryapti. Hayron qoldim, qanaqasiga bu beryapti? Bu yerda smelting bor ekan, ya'ni avto smelt bor, birdaniga pishirilgan variantini beradi. O'zi bulujnikdan tosh olganda hayron bo'lganda, shunga e'tibor bermayapman. No, mayli. Okay, bu yerlar anchagina chuqur ekan. Menimcha tugadi. Birozgina diarit oldim, balkim diaritdan uy yasarmiz. Hech narsa ko'rmayapti, cho'maysiz. Absolut hech narsa ko'rmayapti. Qop qorong'ida men blok sindiryapman. Oppa, temir topib oldim. Normalniy. Okay, yani bu yerda bitta brat turibdilar. Menimcha bu zombi ekan. Odam prosta qo'rqitdi-da uzoqdan ko'rib. Birozgina globinniy slides olib ketamiz o'zimiz bilan. Mana shu yerda normal blok o'xshayapti bu ham. Xo'p, diarit olamiz. Hozircha men kalsit topmadim. Randomit. Okay, sizlar kelinglarda randomit sindiramiz. Bu yerga blok qo'ydim, yiqilib ketmasligi uchun. Xo'p, agar mana bu kirkada sindiradigan bo'lsak, o'zini beradi. Yaxshisi prosta tak bizlar sindiramiz. Oddiy kirka yordamida umid qilamanki, normalniy narsa ber. Oppa. Drakonik evolutiondan qanaqangidir reaktor stabilizatorini berdi. Seriously? Okay, bu o'zidan nur taratar ekan, nur emas, nur taratar ekan.
Хотя nur ichkarida ekan. Qo'limdagi narsa bilmadim nima qiladi. Ey, sen bu yoqqa, sen menga keraksan. Buni tashlamoqchi edim. Oddiy xalqaga kimsan? Kimdir ovozchasi keldi. Hozir ko'ramiz. Bu yerda zombivachchalar normalniy joylar bor ekan. O'rgimchak ko'ryapman bu yerda, yana nimalar bor ekan. Oddiy ko'mir beringlar menga, iltimos. Ko'mir yo'qmi? Oy, sal qolsa yiqilib ketardim. Bu yerda varden ham bor ekan. Juda ham ajoyib. Biz shu yetmay turganda, bu tomonlarda nimalar bor ekan? Bu nima? Gravi. Hech narsani ko'rmayapman. Absolutely hech narsani ko'rmayapman. Yaxshisi tepaga chiqamiz. Oppa, shaxta. Yaxshi, yomon emas. Shaxtada balkim fakellar bordir. Yo'q, azizlar, biz bu yerga dinamik lightsni qo'shmasak bo'lmaydi. Bir amallab qo'shishimiz kerak. Mana bunaqangi yorug'lik taratadigan narsalarni. Xo'p, shaxtaning birorta sundukchasi yo'q. Mana bu oddo hech narsa ko'rmayapti. Prostadak pastda relslar bor. Nimadir ko'rindi. Yorug'lik bor ekan bitta. Eng qizig'i, men qo'limga fakel olsam ham foydasi yo'q-da. Mana olyapman qo'limga, shoshmanglar. O'sha yerda dizik menga o'rgatganda, men bu yerdan nimadir bor deganda, освещение предметов degan narsa bor ekan. Pritsel, indikator, прозрачность, вейсинг, bu bloklar bilan nima? Tushunmadim. Короче, bu yerda hech narsa tushunasiz. Hozir ko'ramiz. Super render. Frames. 3 martadan render qilar ekan. Yomon emas. Hoppo, bu ikkalasi salafan ustiga talashyapti-da. Ata. Bitta salafani g'aj olgan. Salafan emas, qaysidir marojniyni nimasi. Salafanchasi bor, o'shanaqa narsa. Ikkinchisi kelib olishga harakat qildi, ana u g'ing'illab yotibdi-da, meniki deb. Короче, свет сущности, мама на самом деле тень до глубины, границы объемов, мягкие освещения, частицы все. Облака, bu osmonga o'tib ketdi, yo'lning detalizatsiya. Yo'q, azizlar, afsuski men nastroykalarda topmadim. Bu yerda yo'q ekan. Bunaqa narsa, adashmasam zombi kelyapti, pastda ekan. Xullas, kelolmaysizlar, menga qanaqangidir yorug'lik modi kerak. Afsuski biz oddiy dynamic lights ishlata olmaymiz, chunki bu yerda Embedium plus Oculus oddiy nima deydi, Optifine emas. Hech qilsa yo'q, hozir men ChatGPT bilan maslahatlashib, birinchi navbatda bu yerdan qochib ketaman, ikkinchi navbatda kerakli modni yuklab Minecraftga o'rnataman. Hammasi normalniy bo'ladi degan umiddaman. Qayerga keldim, qayerdan ketyapman, umuman ko'rinmaydi. Eng qizig'i, ikkinchi qo'limda fakel turibdi mana. Yo'q, to'g'ri. Qanaqasiga men buni? Bu kirkani qaranglar. Yo, vosh zo'ru. Qaranglar. Agar mana bu yerda yozib qo'yilganda, qarang, mana shu yerda yozib qo'yilgan, yozilgan nimasiga ko'rsatdim, lekin bilmadim, mod kerak bizga. Bu kim bu? Qariyalar u. Abbo, menga tegdi. Brat, sekin otmaysiz, menga tegyapti. Lekin azizlar, agar qo'limda yorug'lik bo'lsa, juda ham zo'r bo'lardi. Bu chotki, randomichi? Seriously? Hozir olamiz meniki. Okey. Ikkita ekan. Birinchisi bizga Frozen Polished Andesite berdi. Ikkinchisi bo'lsa oltin blokmi. Bu nima balo bo'ldi bu? Okey. Kvampa? Tushunmadim. Perlamutovaya kvampa. Seriously? Xo'p, короче, azizlar, men mod qo'shishga ketdim. Bu yerda juda ham ko'p ekan. Afsuski hech narsa bermadi. Men burug'i berdim-cha, bilmadim. 4-levelmi? Seriously? Semina звездного металла. Bu juda ham kuchli narsa bo'lishi kerak. Bu yoqqa kelsan, sen menga keraksan hali. Sen menga hali keraksan. Yaxshi ko'rgan qizim eshitmagan gaplarni kirkim eshityapti, to'g'ri. Hoppa. Oy, hazil. Bu yoqqa yong'achcha. Abbo, bar urdi. Bular qanaqasiga o'chirib uryapti meni. Sal insofli bo'linglar. Men ham kimdir akasiman. Okey, qochamiz. Kirkaman qani? Hoppa. Bu yerda har qadamda xavf bor. Har qadamda. Absolutely xavfsiz joy yo'q bu yerda. Okey. Va qaysi o'ldingiz? O'lishga hali shoshilmanglar. Mayli, kelinglarda modni masalasini hal qilamiz, undan keyin o'yinimizni davom ettiramiz. Azizlar, men o'yinga kirdim. Men hozir modni qo'shdim. Nahotki shu bo'lsa yorug'ligi, birozgina kammi, lekin normalniy qaranglar. Hozir ko'ramiz. Xo'p, atrof yorug' bo'lyapti. Yaxshi, yomon, kimdir uni urdi. Qaysidir qo'ling singur meni urishga ulgurdi. Ichi olamiz. Xo'p, men bu yerda boshsiz chavandozga balo bormi? Короче, yitirdim. Normal azizlar, modning nomi Sodium Dynamic Lights adashmasam-da.
bemalol yuklab olishingiz mumkin. Okay. Jami hisobda Sapphire 5 ga 3 ta yangi mod qo'shdim. Iron Jetpacks, Sodium Dynamic Lights va oxirgisi Just Zoom. Obbo, yo'q, azizlar, bu variant emas. Bu yerda prosta meni kaltaklashadi bo'ldi. Boshqa bu yerda bo'layotgan ish yo'q. Ikkita blokdan chiqdim men hozir. Okay. Juda ham g'alati. Xo'p, birozgina random rudasini olamiz. Qanaqangidir menga polo blok berdi. Karl. Okay, oppa. Как раз mana shu narsa menga kerak. Bunisi emas lekin. Brat, singlim yoki bratmi? Bo'ldi. 58 ta joni bor-da, buni 58 ta joni ham bo'ladimi? 30 ta. Okay, 20 ta. Guys, o'ldi. Sen kimsan? Okay, baribir uraman hozirmasan. Baribir uraman. Ko'rmadingmi meni? Normalim hammasi narsa. Ya, o'zi bir donagina joni qolgan ekan. Xo'p, menga epic narsa berdi. Qanaqangidir nutrition. Nima bu? Xavier bosh kiyimi. Biladimlar bo'ladi. Qorin to'ydirar ekan, yozilgan nutrition deb. Vo, yomon emas, juda ham zo'r. Okay, bu yoqgacha dubinga ko'tarib olganini qaranglar. Okay, o'zing bos. Orqadan kelib urish bo'lmasin-da, birozgina bo'lsa ham erkak bo'laylik. Iltimos, chut erkak bo'laylik. Prosta tak birozgina. Xo'p, bizaga sunduq kerak edi, tushunmadim. Creeper yorilgan bu yerda va sunduqni prosta tak yo'qib tashlagan. Shunaqasi ham bo'ladimi, azizlar? Ovozi kelganda nimadir yorilganda, lekin odam emas ekan mana shu creeper bor. Odam emas ekan. Qanaqangidir creeper ekan. Xo'p, tushunishim bo'yicha bu yerda bizdan normal narsa kutmayapti. Faqat mana bunaqangi urush. Bu yoqqa sanga kim aytdi? Turdi. Mana buni qo'yamiz. Xo'p, qiziq, bularni sindirib olib ketsam, zo'r-u. Voy, dod, prosta ajoyib. Super emas, lekin bo'ladi-da, tekin fakel. Kimga kerak emas. Okay, bu yerga adashmasam keldim. Yaxshi, bu yerdan chiqib ketamiz. Boshqa tomondan material qidirsak bo'ladi. O'yinda kalsit bor. Minecraft o'zida bor bu narsa. Demak, bizga o'sha kalsit kerak bo'ladi. Hozircha umuman ko'rinmayapti kalsit. Okay. Lekin maksimal darajada topishga harakat qilaman. Qanaqangidir urug'lar. Tepaga chiqaylikchi. Bormi yoki yo'qmi? Okay, bo'ldi. Normalniy temir. Xo'p, bu nima? Kasiterite. To'g'ri, shunaqa ruda bor ekan. Bizga bu yerda yo'l yo'q. Nari tomonga boramiz. Xullas kalomazlar, bu kalsit degani yomon ham problema ekanda. Yo'q, prosta konlarni ko'ryapman, yo'q. ChatGPTdan so'rasam, men bunaqangi andezitman, o'tmaydi. Uni ametistlarni atrofida bo'ladi dedi. Bu kamda, menga ko'proq kerak. Plus bilmadim bularni olsam qancha beradi. Hozir ko'raylikchi qancha berar ekan. Lekin ko'proq bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, buni primoy qanasan? Buni primoy mana shu kirkada sindirsak juda ham yaxshi bo'ladi, chunki pishirib o'tirmaymiz. Mana kalsit. Bu juda ham kamda. Eng qiziq olmayotgan ekan. Men hozir olamiz. Bizga kalsit kerak, yana kalsitlar. Normal. Bilmadim, balkim ko'chada bordir, tashqarida qayerdadir narsa bo'lar. O'tgan safar men Sapphireda butun boshli kalsit g'orini topgandim. Hamma joyda kalsit edi. Bu yerda diarit, prosta tak hamma joyda diarit. Kalsit bo'lsa bunaqangi ametist g'orchalarni atrofida bo'lar ekan bo'ldi. Birdaniga bazalt bilan. Bazalt bizga kerak emas. Bazaltni lavan atrofidan topsak ham bo'ladi. Menga kalsit kerak prosta. Iloji boricha ko'proq. Hatto 1000 tami, 1000 ta bo'lsa menimcha normal bo'ladi. 1000 tadan zo'r uy qursa bo'ladi. Даже va shu yerda ikkita blokni mix qilish kerak. Kvarts bloki birozgina qimmat turadi. Hatto qaranglar. Birozgina sindirib men 1 stak unt oldim. Bu yaxshi, yomon emas. Yana birozgina sindirib 2-3 stak olamiz. Yana mana bunaqangi ametist g'orlarni topadigan bo'lsak, juda ham zo'r bo'ladi. Bu yerda ham normal ekan. Juda kam emas, men kam deb o'ylagandim. Tepalarda ham hali bor. Ametist lekin bizga kerak emas. Kalsitni o'zi kerak. Juda ham g'alati bo'laman, bilaman. Lekin baribir menga stroy material kerak edi. Men uy qurishim kerak birinchi navbatda. Kalsit bo'lsa juda ham chiroyli, plus bundan blokchalar ham yasasa bo'ladi. Короче, shuni olib ketamiz. Normalniy pastga tush, tepaga chiq, pastga tush. Abbo. Men bu botinkamda blokdan chiqadigan narsa bor ekan. Bir tomondan yaxshi, bir tomondan g'alati, lekin menga yoqdi. Ishonish qiyin, lekin azizlar, qaranglar, menda qancha kalsit bor. Xo'p, bu yerda necha stak? 6-7 stak kalsit bor. Prosta menga suv. Normal. Menga yana mana bunaqangi ametist g'orchalari kerak bo'ladi. Oppa, nima bu? Olmos. Olmos emas bu. Urami nima balo bu? Hozir ko'ramiz. Vada bilaman, bu vada.
Tagida nima bor? Uran bo'lsa kerak. Yo'q, uran ham emas bu. Uni qaranglar. Qayerdan suv tushgan? Tepadan tushgan ekan. Uzr. Tak. Bo'ldi. Xo'p, bu uranni glubiniy slaniz. Yo'q, rahmat. Kerak emas. Bizga ametist kerak, yana uran olmosga o'xshab ketar ekan. Endi bunisichi, prostite, yo'q, rahmat, kerak emas bu ham. Xo'p, zombilar yo'q. Yaxshi, menga yo'q qoldi bu yer. Zombilar chota kam bu yerda, o'rgimchaklar bor. Adashmasam skred 2 3 ta ko'rdim, lekin zombi yo'q. Chotki. Xo'p, menga ametist kerak. Ametist g'orchasi. Xullas kelmasizlar, dunyoni yarmini kezib chiqdim. Ametist topish juda ham qiyin. Agar topsak ham, bilasizlarmi, juda ham g'alati joylarda bo'ladi, tepalarda bo'ladi, pastlarda bo'ladi. Mana shu men topgan kalsitlar hammasi, adashmasam yarmini tashavordim, qayergadir qanaqa qilib tashavordim bilmadim. Xullas, Xassi bilan biz maslahatlashib, kelishib uyni kalsitdan emas, diaritdan qilishga qaror qildik. Chunki diaritni qaranglar, ko'pligini bu yerda bor. Sal nariroqqa o'tamiz. Ishonchim komil, bu yerlarni ko'rmaganman. Mini kartamiz endi ochilyapti, lekin 100% aytishim mumkinki, mana shu yerda diarit bor. Qaranglar, bor. Aytayapman-ku, bor bu yerda ham. Diarit juda ham ko'p. Kimdir anotdi. Diarit bu yerda juda ham ko'p va dostupniy. Bemalol olishimiz mumkin. Bir diaritni o'zi bilan emas, balkim biz deep slate'dan ham foydalanamiz. Hozircha 3 ta ekan. Xullas kalom, diarit va deep slate'dan uy qurishga qaror qildik. Maksimal darajada ko'paytirib Xassiga beraman. Ana undan keyin Xassi menga bitta chotki uy qurib beradi degan umiddaman. Qaranglar, hamma joyda diarit bor, hatto mana bu yerda ham bor va bo'lmadi. Prosta bo'lmadi. Hoppa, deep slate bor ekan, normalniy. Xullas kelamaysizlar, ana endi kalsit emas, diarit qidirishni boshlaymiz. Let's go. Wow, buni chiroyliligini qaranglar. Azizlarim, men bitta narsani sezib qoldim. Konlarda ba'zida qanaqangidir ko'zchalar paydo bo'lyapti. Balki mana bu yonadigan qurtlar bo'lsa kerak, bilmadim. Xullas kalom, xuddi Herobrine'ga o'xshab ketar ekan. Shular bo'lsa, yo'q, bular sariqda, men oqini ko'rdim. Juda ham g'alati ikkita oq ko'zchalarni ko'rdim. Chetdan menga qarab turishgandi. Hoppa, vardan bor ekan bu yerlarda. Xo'p, menimcha yetadi. Birozgina deep slate, birozgina diarit oldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 stak. 12 stak, o'zi 10 tasi 600 ta bo'lsa, где-то 700 ta blok olganmiz. Bu birozgina kam. Deep slate 1 2 3 4 5 6. No, deep slate menimcha normalniy, yana birozgina qo'shamiz. Okay, azizlar, xullas kalom, kirkalarim sinib ketdi. Oxirgi kirkadan foydalanaman. Bu normal degan umiddaman. Короче, men Xassiga maksimal darajada ko'proq material beraman. Uyni menimcha kichkinaroq qilamiz, chunki слишком katta uy ham bo'lmaydi. Tek. Adashmasam uy yasashga bizga bu hamma instrumentlarni tashavordim. Bu brat kelishim bilmadim-da. Bu brat keladilarmi, kelmaydilarmi? Ikkita kirka ko'tarib barobar oppa, urma. Nasanga. Xo'p, zombi Klimber ekan buni nomi va zombi Olimber bo'lib ketdi bu nasanga. Let's go. Kirkasini, как раз menga kirka kerak edi. Как раз menga mana shu kirka kerak edi. Mana shu olamiz-da. Afsuski oddiygina mayli, bo'laveradi. Xo'p, Vardenni bo'lmasa bezovta qilmaymiz, orqaga qarab ketamiz. Sizlarga mazza-da. Birdaniga davomini ko'rasizlar. Men bo'lsa qiynalib, konga kirib, Xassiga keragidan ortiqcha material keltirib berdim va u menga uy qurib berdi. Hozir men sizlarga ko'rsataman, lekin undan oldin qaranglar, qancha material keltirganimni men sizlarga ko'rsataman. Tadam, shuncha material bor. Eng qizig'i bilan ishlatmagan, ko'p keltirgan ekanman. Bu yerda brang olib qo'ydim, o'zimga eng zo'rini va kalsitlarni qo'ydim. Xo'p, bu yerda esa musullar, o'zim brangimni yechib qo'ygandim. Va azizlar, va nihoyat Sapphire 5 da meni uyim bo'ladigan bo'ldi. Xassi menga uy qurib berdi. Hozir ko'ramiz va u azizlar qarshingizda turibdi. Juda ham ajoyib. Menimcha buni videoni chiqarmasimdan oldin ko'rasizlar, chunki Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Rostni aytsam, menga juda ham yoqdi. Qaranglar, bu yerda diarit, chunki ko'rdinglar, kalsit topish iloji bo'lmadi. Bu yerda esa glubiniy slaniz, ya'ni deep slate, chunki qora materialdan nimani bilasizlar? Nezirit blokini bilamiz, taf bilamiz, qolganlari unchalik emas. Короче, mana bunaqangi shaxmat stilida pol. Uy kichkina ko'rinishi mumkin, lekin bitta narsani sizlarga hozir ko'rsataman. Ichkaridan uy juda ham katta ko'rinadi. Qanaqa bu yerdan tushib ketsam bo'ladi. Normal. Qaranglar. Bu birinchi etaj, bu podval deb o'ylagandim, yo'q, bu birinchi etaj ekan. Okay. Xo'p, bu yerda lift bor tepaga chiqish uchun. Qaranglar, kattaligini qaranglar. Bemalol hamma narsa sig'adi bu yerga. Okay, tepaga chiqamiz va
prostorniy va albatta tomga vertolyot qo'nsin deb mana bunaqangi znakcha qo'yganmiz. Albatta Xassi ha deb o'zini nomini qo'ygan. K qo'ygandim, yo'q qo'ymabdi. Короче, sizlar mana shunaqangi shinam, ajoyib, zo'r, chotki, короче, ta'riflashga til ojiz bo'lgan uyimiz tayyor bo'ldi. O'zi men Sapphire 5-6-qismni shu yerda tugatmoqchi edim, lekin ba'zi biromonchilarim Sapphire ko'proq qiling deganiga kelinglarda yana o'ynaymiz. O'zi men kompyuterga endi o'tirdim, tak что bemalol. Xassi hozirgacha uy qurdi, bechora charchab ketdi, lekin qaranglar, arziydimi yo'qmi? Izohlarda o'zingizlar yozib qoldiringlar. Xo'p, kelinglarda birozgina yana mining qilamiz. Menimcha orqamdagi dinozavr qotib qolgan, yana bilmadim, qaranglar, juda ham g'alati. Yo'q, qimirlayapti. Короче, sizlar hozir nimalar bo'lganini men sizlarga tushuntirib beraman. Vaziyat tubidan o'zgardi. Birinchi uyni qurgandan keyin Telegram kanalimga joyladim. Ba'zi bir obunachilarim uy haqida salbiy fikr bildirishibdi. Xassini jahli chiqib, uyni sindirib tashab, mendan yana materiallarni olib boshqa uy qurib berdi. Seriously, hozir men sizga ko'rsataman, qaranglar. Materiallarimiz mana shu yerda edi. Ancha ketmabdi. Bor, hali diarit bor, birozgina display qolgan, kalsitlar bor. Bu yerdagi narsalar polностью ketgan. Biran yana qatga yo'qotgan bilmadim. Hozir men sizlarga uyni ko'rsataman azizlar. Menimcha bu uyni ham videodan oldin ko'rishingiz mumkin, chunki Telegram kanalimga tashlayman. Agar yana muammo bo'ladigan bo'lsa, hozir ertalabmi yoki kechqurun bilmadim. Yulduzli onlar Sapphire 5dagi hozircha oxirgi uyimni ko'rsataman sizlarga va tada! O'tirishni qaranglar. S5 deb yozilgan, juda ham chiroyli. Bu yerda basseyni bor. Iltimos, azizlar, iltimos faqat Xassi Kaizoga maktab qurib beribdi demanglar, jahli chiqib buni ham buzib tashlashi mumkin. Короче, bu yerda kichkinagina hovuzcha bor, bu yerda kiraverish joyi, juda ham zo'r, high-tech stilida, basseynni qaranglar. Ajoyib. Xo'p, uyga kiramiz. Ichkarisi birozgina g'alati-yu, lekin kulish bo'lmasin. Buni ham buzib tashlashi mumkin. Qayda kichkinagina mana bunaqangi hol, bu yerda katta hol, spokойный narsa qo'ysak bo'ladi. Men sistemani qayerga joylayman bilmadim. Balkim bu tomonda qo'yarmiz yoki mana orqa tomonda, yo'q, orqa tomonda o'sha ko'cha. Короче, ikkita bir xil simmetrik joylar. Ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etaj ham xuddi shunaqangi simmetrik bo'limlardan iborat. Markazlashgan uylar menga ko'proq yoqadi. Birinchi uy zo'r edi. Если что, men birinchi uyni saqlab qo'yganman. Xassi buzmasdan oldin biz merni kooperativ qilib qo'yganmiz. U yerda uch bloklarim ham bor, narsalarim hammasi bor. Bu yerda birozgina resurs qo'shib, sindirib, ayirib, короче, daraxtlar, bir bola bir narsa qo'shib tashadi, shisha, xullas kalom полностью boshqa uyga xush kelibsizlar. Azizlar, bilmadim, qaysi biri chiroyli, men hozir o'ylab o'tiribman-da. 50. Bu yerda tom yo'q, lekin podval bor. Qaranglar, voy. Juda ham chiroyli holatda tepaga chiqamiz. Короче, azizlar, bilmadim, qaysi birida yashashga hayronman. Ikkala miram menda bor. Bemalol unisiga, bunisiga kirsak bo'ladi. Bu yerda birozgina resurslarimiz kamaygan, birozgina mining ko'paygan. Endi vaqt ketadi albatta. Shuncha uyni qurish o'zi bo'lmaydi, lekin bizda tayyor uy, qaranglar, zo'r. Yog'ochdan ko'pincha foydalangan. Xassiga aytdim, bu tomonga qarab tursin dedim. Narigi uyimiz adashmasam, u tomonga qarab turgandi-da. Bu tomonga normallikda qaranglar, men bu yerda chiqamiz, suvga oyoqlarimizni botirib, mazza qilib o'tiramiz. Chotki. Narigi tomonda, oldida ekan. Oldida basseyn ham bor. Если что, basseynga kirib, mazza qilib cho'nib o'tirsak ham bo'ladi. Xullas kalom azizlar, aytinglar, qaysi bir uy chiroyli? Menimcha bunisi yaxshiroq. Yana bilmadim. Endi 50-50. Xullas kalom, hozir men qaysi birida yashashga hayron bo'lib turibman. Balkim buni ham buzarmiz. Bilmadim. Atrofda daraxt qolmadi, sindirib tashladim hammasini. Bu tomonda bor ekan, narigi tomondagilar qolmadi. Короче, o'sha lokatsiya drakonga hayron qoldim. Просто bir joyda turibdi. Na ovqat yeydi, na uchadi, na boshqa narsa qiladi. Ana bu shakar qamishlarimiz kosmosga yetdi deyarli. U yerda cherkov bor, o'tgan qismlarda ko'rsatgandim. Narigi tomonda darajali uy. O'zi darajali uy sababdan bu yerga olgandim. Qaranglar, normal. Chiroyli joylar, juda ham chiroyli joylar, ajoyib. Uyim meni eng ajinalisi narigi tomonga qarab turibdi. O'zi men ideal, men bu tomonga qarab tursin deb o'ylagandim. Yo'q, Xassi birinchi uyni narigi tomonga qarab, ikkinchisini bu tomonga. Endi men so'radim, bu tomonga yetsam bo'lar ekan. Mayli. Короче, azizlar, hozir o'ylab o'tiribman-da, qaysi bir uyda yashashni bilmay, boshim qotib o'tiribman. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. O'zi men bu videoni 1,5 soatlik qilmoqchi edim. Menimcha yarim soatga bormasa kerak.
ko'p joyini qirqib tashlaymiz, chunki qarasam mining qilganman deb, prosta mining. Prosta bo'ldi. Miningdan boshqa hech narsa qilmaganman. Asosan diarit va deep slate olganman, bo'ldi. Eng qizig'i men pastdan mining qilmadim. Kilometr nariga bordim, dunyomni tagi dabdala bo'lmasin deb. Bor yo'g'i 2000 tami? 2000 ta ham blok ketmabdi, adashmasam-da, ha. Juda ham kam ketdi. Xullas, kanalizlar, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Albatta kutaman. Barchaga tomosha uchun rahmat. Hozir videoni fizически davom ettira olmaymiz, chunki men sizlarning fikringizni bilmoqchiman. Ikkala miram menda turibdi. Yesichi unisiga ham kirishimiz mumkin. Menimcha bu san'at asari deb prosta tak. Yana bilmadim. 50 Xullas, azizlar, yana bir bor fikringizni kutib qolaman. Sizlardan kayzu bo'ldi. Barchaga tomosha uchun abdush rahmat. Barchaga xayr.